Mashalloh, o'zi asli dachaga mana shu go'zallikka pul sanasangiz ham arziydigan joyda bugun sizga zo'r kontent tayyorlab qo'yganmiz. 47,5 so'm edi. 16 ta xona, yeb ichishga hamma narsalarini tayyor qilib qo'yishgan. Undan tashqari ichkarida bilyardi, sanuzeli, karaokelari, ichki basseynlari, saunalarigadir, tashqarida katta basseynlarigadir. Orqa tomonda ko'rib turganingizdek 6 ta tapchanlari, qo'yinki zeleniy zonalari, atirgul, daraxtlar nima desangiz bor. Mabodo 2 kishi bo'lishib olaman desangiz, ikki tomonlama kirish xotlari ham bor. O'zi asli sizga bitta o'zingiz olib qo'yib, maza qilib dam olsangiz ham bo'ladigan joy. Lekin bugun bu imkoniyatni ko'pchilikka tarqating do'stim. Shunaqangi atmosferada 47,5 sotiyda dachamiz sotiladigan bo'lib qoldi. Narxi necha pul deysizmi? Narxiga keladigan bo'lsak, 265 ming baholangan do'stlar. Andijonda iz bosganida, Urganchdan o'tgandan keyin kanalni ko'prigidan o'tib, O'rtoqishloq deyishar ekan bu yerlarni. Yana bir to'liqroq manzilni Telegramda qoldiraman. Lokatsiyani biriktirib qo'yaman, nomerlarni ham biriktiramiz. Dachani sezoni keldi. Aynan dacha istab yurgan qo'chakalaringizga maksimal jo'natib qo'ying. Bunaqa imkoniyat, bunaqa go'zallik kamdan kam uchraydi do'stlar. Men ko'rib havas qildim. Havas qilgan har bir insonga nasib qilsin. Like bosing, maksimal jo'natib qo'ying.